Mana. Demak, kompozit kanallar quyidagi muhim xususiyatlarga ega deyildi. Elementar kanallar bir Ahamiyatli xil miqdorda va barqaror bo'lishi kerak. Nima demoqchi edinglar? Kimdir gapirmoqchi bo'ldi, menimcha uzilib qoldim. Xo'p, keyingisi ma'lumot uzatilishi uchun ajratilgan resurslar butun sessiya davomida abonentga tegishli bo'ladi. Kechikish va ma'lumot yo'qotishlar deyarli yuz bermaydi, chunki barcha kanallar bitta foydalanuvchiga xizmat qiladi. Sessiya tugagach, ushbu kanallar boshqa foydalanuvchilarga ajratiladi. Misol uchun, agar kompaniya o'zining ichki aloqa tizimida yuqori sifatli ovoz yoki ma'lumot uzatishni ta'minlamoqchi bo'lsa, bir nechta elementar kanalni birlashtirish orqali sostavnoy, ya'ni asosiy kanal yaratadi va tarmoqdan samarali foydalanadi. Va qanday shakllanishi? Qanday shakllanishi? Kompozit kanal bir nechta elementar kanallarni birlashtirish orqali hosil qilinadi. Har bir elementar kanal o'zining alohida chastotasi yoki tarmoqli resursga ega bo'ladi. Bu kanallar birgalikda ishlaganda bitta kengaytirilgan kanal hosil bo'ladi. Aloqa davomida kanallar faqatgina shu foydalanuvchiga ajratiladi, ya'ni boshqa abonentlar ushbu kanallardan foydalana olmaydi. Masalan, telefon tarmog'ida har bir qo'ng'iroq uchun alohida 64 kilobit sekundiga tezlikdagi elementar kanal ajratiladi. Agar bir nechta kanal birlashtirilsa, ovoz yoki ma'lumot uzatish sifati va tezligi oshadi. Xo'p, keyingisida ko'rsatilgan ma'lumotimiz paketlar kommutatsiyasining ishlash tamoyillari deyilgan ekan. Ya'ni birinchisi paketlarning tuzilishi. Har bir paket quyidagi qismlardan iborat bo'ladi. Ya'ni bu joyda ko'rsatilgan asosiy 3 ta qism bor. Ya'ni birinchisi zagolovka, hali header qismi deyiladi-ku. Ya'ni paketning manzil va muhim texnik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni o'sha paket qaysi joyga borish kerakligini va hokazo ko'rinishdagi ma'lumotni oladi. Ya'ni ma'lumot maydoni, payload, paket ichidagi asosiy ma'lumot qismi va nazorat summasi, checksum, paket to'g'ri yetib kelganligini tekshirish uchun ishlatiladi. Ya'ni o'sha berilgan IP adres bo'yicha to'g'ri yetib borilganmi, yo'qmi, o'sha bo'yicha ma'lumotlar. Hop, paketlar kommutatsiyasi bu ma'lumotlarni kichik qismlarga bo'lib, tarmoq bo'ylab mustaqil uzatish usuli. Har bir paket o'z manziliga ega bo'lib, tarmoqdagi kommutatorlar yordamida kerakli yo'nalishga yo'naltiriladi. Bu usul internet tarmoqlari, kompyuter tarmoqlari va IP telefoniyalarida keng qo'llaniladi. Xo'p, keyinchalik mana paketlarning tarmoqlarda harakatlanishi to'g'risida ko'rsatilgan. Foydalanuvchi ma'lumotni uzatish uchun so'rov yuboradi. Ma'lumot kichik qismlarga, paketlarga bo'linadi. Har bir paket o'z marshrutlarini tanlab, tarmoq orqali harakatlanadi. Qabul qiluvchi tomon paketlarni qayta yig'ib, asl xabar shakliga keltiriladi. Xuddi shu tarzda umumiy holatda ma'lumotlar yana birlashtiriladi. Hop, paketlar kommutatsiyasining asosiy turlari ko'rsatilgan ekan. Ya'ni birinchisi datagrammali uzatish. Datagrammali uzatish deyilganda, ya'ni paketlar mustaqil harakatlanadi va har bir paket o'z yo'nalishini alohida tanlaydi. Ya'ni qo'llanilishi bu IP tarmoqlarda, internetda va UDP protokolida ko'proq foydalanar ekan. Mana o'shanga misol keltirilgan rasm chizmada. To'g'ri, bu chizmada sal kichikroq ko'ringan bo'lishi mumkin. Buni masalan prezentatsiyani o'zingiz ko'chirib olgan holatingizda boshqatdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana o'ng tomonda chizmada ham yana ko'rsatilgan, ya'ni ulanishsiz va ulanishga yo'naltirilgan uzatish shakli ham bor. Xo'p, va ikkinchisi virtual kanalning ishlash tamoyillari. Virtual kanal orqali uzatish deyilganda, paketlar avvaldan belgilangan yo'nalish bo'ylab harakat qiladi. Ya'ni qo'llanilishi ATM, frame relay texnologiyalarida qo'llanilar ekan. Va uchinchisi uzatish, e, mantiqiy aloqa o'rnatish orqali uzatish ekan. Ya'ni oldindan mantiqiy ulanish yaratiladi va barcha paketlar shu yo'nalish bo'yicha harakatlanadi.
Ya'ni qo'llanilishi o'sha TCP/IP protokol. Ya'ni o'sha aytishimiz mumkinki, mm, ya'ni o'zimiz foydalanishga ko'nikib qolgan, o'rgangan o'sha TCP protokollarimiz hozirgi, ya'ni o'sha TCP protokolida ishlashi, ya'ni mantiqiysi eng ko'p tarqalgani hisoblanar ekan. Ho'p, ana endi o'sha paketlar kommutatsiyasining afzalligi va kamchiliklari ko'rsatilgan ekan. Ya'ni bular nimadan iborat ekan? Hop, birinchisi tarmoqning afzalliklari. Mana chap tomonda diagramma ko'rinishida ko'rsatilgan. Ya'ni qaysi tomonlari demak afzalligi. Birinchisi, ma'lumotlar dinamik taqsimlanadi deyilyapti va kanal balandligi isrof bo'lmaydi. Ikkinchisi, moslashuvchanlik. Ya'ni mm, paketlar har xil yo'nalish bo'ylab harakatlanishi mumkin. Va uchinchisi, xavfsizlik. Ya'ni bir yo'nalish bor, bir yo'nalish bo'yicha ketadi. Agar bir yo'nalish bor bo'lsa, ha, o'sha yo'nalish bo'yicha ketadi, bo'lmasa alternativ yo'l tanlanadi. Ya'ni bu sxemada ishlaganda ko'rgansizlarki, ha yoki yo'q bajarish kerak bo'ladi. Ha bo'lsa, ya'ni yo'l ochiq davom etadi, yo'q bo'lsa yana boshqa alternativ yo'l qidirish kerak bo'ladi. Hop, keyingisida esa tarmoq ma'lumotlarini tahlil qilish, ya'ni u narsani ham bir kamchilik sifatida ko'ramizmi? Hozir bir o'rganib chiqamiz. Ya'ni birinchi o'rinda tarmoq samaradorligi, u narsaning ichiga resurslardan foydalanish, tarmoq yuklanganida kechikishlar kiradi. Xavfsizlik, ya'ni ma'lumotlarning yo'qolishi hamda ma'lumotlarning buzilishi va tarmoq samaradorligiga moslashuvchanlik va xavfsizlik muammolari deyilgan. Ya'ni qayta yig'ish ehtiyoji, paketlarning tartibsiz kelishi, ya'ni bu narsa moslashuvchanlikni o'z ichiga olar ekan. Ho'p, bularga nimadir qo'shishimiz mumkinmi yo bulardan, bu ro'yxatdan nimadir chiqarib tashlashimiz mumkinmi? Nima deb o'ylaysizlar? A'lochilar, shu yerdamisizlar? Aytamiz, domla, shu yerda biz. To'g'rimi? Yo bu narsa qo'shamiz, yo bu narsa olib tashlaymizmi? Рафаэль aka, там все правильно показано или что-то добавим, или надо будет что-то убрать? Я пока еще не понял эту схему, поэтому на стадии понимания. У меня сейчас как раз был разговор с провайдером. Э, вот, Первая лекция, первая часть лекции у меня вот прошло в этом, поэтому у меня сейчас чуть-чуть каша в голове, да? Здесь вот показаны минусы и плюсы коммутация пакетов, ну, коммутация в виде информации, как в виде пакетов. Какие плюсы и какие минусы? Мгм. Hop, qolganlarga tushunarli bo'ldimi? Tushuntira oldimmi? Aniqroq qilib aytganda. Shundoq qoldirsa ham bo'ladi. O'zgartirish shart emas. Manimcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Noila, ovozingiz juda past eshitildi, eshitilmay qoldik savol. Nima deganingiz? Shundoq qoldirsa ham bo'ladi deyman. Unaqa o'zgartirish shart emas manimcha. Rahmat, rahmat. Endi balki fikringlarni bilmoqchi edim, balki qanaqadir bir o'zgartirish, kimdir qanaqadir bir qo'shish yoki olib tashlash fikri bilan chiqib qolar degan maqsadda bir so'ragandim. Agar yaxshi deydigan bo'lsanglar, mayli, shu holatda qoldiramiz. Qoldirilgan holatda keyingi prezentatsiyaga, keyingi slaydga o'tamiz. Hop, Ethernet paket kommutatsiyasi asosida ishlovchi standart texnologiyalar bor ekan. O'sha texnologiyalarni ko'rib o'tamiz. Ya'ni Ethernet bu eng keng tarqalgan mahalliy tarmoq texnologiyalaridan biri bo'lib, u paket kommutatsiyasi tamoyili asosida ishlaydi. Xo'p, tamoyillarni o'ziga keladigan bo'lsak, ular quyidagicha. Ya'ni kommutatsiya usuli Ethernet datagramma asosida paketlarni kommutatsiya qilish usulidan foydalanadi. Bu degani har bir ma'lumotlar bloki, ya'ni o'sha kadrlar tarmoq orqali mustaqil ravishda uzatiladi va marshrut kommutatorlar tomonidan belgilangan yo'nalish bo'yicha aniqlanadi. Tarmoq topologiyasi Ethernet ikki asosiy variantga ega.
Ya'ni birinchisi umumiy muhitga asoslangan Ethernet va ikkinchisi kommutatsiyalangan Ethernet ekan, uzr. Ya'ni bular nima ekan? Xo'p, umumiy muhitda asoslangan Ethernet bu barcha tugunlar bitta umumiy uzatish kanalidan foydalanadi, ya'ni umumiy shina topologiyasiga quriladi. Masalan, koaksial kabel. Ikkinchisi, ya'ni kommutatsiyalashgan Ethernet har bir tugun alohida kommutator orqali ulanadi. Bu esa samaradorlik va tezlikni oshiradi. Demak, mana ko'rganinglardek o'ng tomonida misol bilan ko'rsatilgan. Umumiy muhitga asoslangani hamda kommutatsiyalashgan. Xo'p, topologiyalar to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, eng o'sha tepasida, ya'ni yuqorisidagi shina topologiyaga ko'rinishiga o'xshashib ketadi va bu birmuncha qiyinchiliklarni tug'diradi. Pastisi esa kommutatsiyalashgan internet tarmog'i, ya'ni o'sha yulduz topologiya yoki yulduz topologiyasiga o'xshagan ko'pincha aralash topologiya deyiladi. Bu holatda esa daraxt topologiyasi deyilgan. Sababi xuddi daraxt ildiziga o'xshab yoki daraxt shoxiga o'xshab uzunlashib ketganligi sababli, ya'ni ayni o'sha daraxt topologiyasi deb yuritiladi. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Qaysi biri ko'proq tarqalgan, qaysi biridan foydalanish osonroq va foydaliroq? По-моему, у Юлдызча foydaliroq, да? С какой стороны, Рафаэль aka? С какой стороны? Вот централизация есть. Mhm. Все компьютеры соединяются в один сервер. И вот надежность, я думаю, лучше будет. Если даже на какая-то часть отвалится, остальные части работают. Minusi? Минусы. Много, ну, если так сказать, много кабелей, много оборудования надо, по-моему. Такие минусы. Ну да, вот у обеих, скажем, что топологий, которых вот показано, есть свои минусы и плюсы. Demak, o'sha slaydda ko'rsatilgan ikkala topologiyani ham o'ziga yarasha yaxshi yomon tomonlari bor. Demak, o'sha mana hozir o'zi odatda hozirgi vaqtda eng ko'p tarqalgani o'sha daraxt topologiyasi, ya'ni odatda bizada shina topologiya deyiladi, kechirasizlar, yulduz topologiya deyiladi. O'shalardan keyin qo'llaniladi. Lekin u topologiyani ham o'sha aytganimizdek ikkalasini ham yaxshi yomon tomoni bor. Ya'ni daraxt topologiyasida yomon tomoni sarf ko'p bo'ladi. Ya'ni kabel sarfi, kompyuterlar soni, qurilmalar ko'proq kerak bo'ladi. Bitta kompyuter ishdan chiqishi yoki kabel uzilishi tarmoqqa hech qanaqa ta'siri yo'q. Aytishimiz mumkinki, yuqorisidagi o'sha shina topologiya misol keltirilgan. Ya'ni bu holatda bitta kompyuter ishdan chiqishi yoki kabel uzilishi undan keyingi tarmoqqa ma'lumot yetib bormasligini ta'minlab qo'yadi. Ya'ni o'sha ishlamasligiga olib keladi. Lekin kabel sarfi tomonidan aytaylikki, kompyuterlarni o'sha qurilmani joylashuvi bo'yicha, ya'ni iqtisodiy jihatdan yaxshiroq. Xo'p, Ethernet tarmog'ining asosiy xususiyatlari. Ya'ni Ethernet tarmog'ida har bir kompyuter, aniqroq har bir tarmoq adapteri unikal MAC adresga ega bo'ladi. MAC adres bu tarmoq qurilmasining jismoniy identifikatori. U butun dunyo bo'ylab yagona hisoblanadi. Ethernet 3 xil adreslarni turini qo'llab-quvvatlaydi. Birinchisi shaxsiy, ya'ni bitta qurilmaga mo'ljallangan, broadcast, ya'ni barcha qurilmalar uchun mo'ljallangan, hamda multicast, faqat ma'lum bir guruhga kiruvchi qurilmalarga mo'ljallangan. Xo'p, muhitni bo'lish va multiplexlash, ya'ni Ethernet tarmog'ida har bir kompyuter, aniqroq har bitta tarmoq adapteri unikal MAC adresga ega bo'ladi. Ya'ni kommutatorlardan foydalangan holda Ethernet tarmog'ida har bir aloqa kanali to'liq duplexli bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, bir vaqtning o'zida ma'lumotni uzatish va qabul qilish mumkin. Ikkinchisi esa, agar tarmoq umumiy muhitga asoslangan bo'lsa, masalan, eski Ethernet texnologiyalarida shunaqa bo'lgan, barcha kompyuterlar bitta yarim dupleks kanalni, ya'ni kanalni bilishib ishlatiladi va bu yerda sinxronizatsiya qilish kerak bo'ladi.
Va uchinchisi, Ethernet tarmog'ida kadrlar vaqt bo'yicha navbat bilan jo'natiladi. Ya'ni o'sha TDM texnologiyasi bor, Time Division Multiplexing degan atama orqali. Va kodlash ko'rsatilgan, ya'ni ma'lumotlarni signalga o'girish, ya'ni aylantirish. Xuddi modulyatsiya, demodulyatsiya degan ma'noda. Ya'ni internet signallarini elektr impulslar shaklida uzatiladi. Bu signallar raqamli kodlarga o'giriladi va tarmoq orqali jo'natiladi. Ya'ni birinchi holatda Ethernet tarmoq adapterlariga 20 megabit sekundigacha chastotasida ishlaydi va raqamli signallarni 1 yoki 0 larda jo'natadi. Har bir bit 2 takt davomida uzatiladi. Ya'ni ma'lumot uzatish tezligi 10 megabit sekundga teng bo'ladi. Ishonchlilik esa, ya'ni xatolarni tekshirish. Ethernet tarmog'ida ma'lumotlar xato bo'lmasligi uchun maxsus nazorat summasi, ya'ni CRC, Cyclic Randomize Check qo'llaniladi. Endi ingliz tilini juda ham bir yaxshi bilmayman-ku. Har bir ma'lumot kadri, ya'ni frame, o'sha kadr oxiriga nazorat summasi mavjud bo'lib, qabul qiluvchi qurilma va summani qayta hisoblab, ma'lumot to'g'riligini tekshiradi. Ya'ni boradigan manzilini. Agar xatolik aniqlansa, kadr o'chiriladi, lekin Ethernet uni qayta jo'natmaydi. Ma'lumot qayta uzatilishi kerak bo'lsa, bu vazifani yuqori darajadagi protokol, masalan, o'sha TCP/IP protokoli bu narsani bajarar ekan. Xo'p, keyingisida navbatlar va tarmoq yuklanishi. Ethernet signallarni elektr impulslar shaklida uzatadi. Bu esa signallar raqamli kodlarga o'giriladi va tarmoq orqali jo'natiladi. Bu haqda gaplashgan edik. Ya'ni Ethernet tarmog'ida bir vaqtning o'zida ko'plab qurilmalar ma'lumot jo'natilganligi sababli tarmoq band bo'lishi mumkin. Agar kanal band bo'lsa, ma'lumotlar Ethernet adapterining ichki buferida vaqtincha saqlanadi. Bu esa navbat hosil qiladi va natijada ma'lumot yetkazib berish kechikishi mumkin bo'ladi. Xuddi o'zimizning holatimizga oddiy kechikishlarga o'xshashib ketar ekan. Xo'p, Ethernet tarmoqlarida kechikishlar o'zgaruvchan bo'lib, tarmoq yo'nalishiga bog'liq bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, tarmoqda juda ko'p foydalanuvchi bo'lsa, navbat paydo bo'lishi mumkin va ma'lumot kechikib yetib borishi mumkin bo'ladi. Hali bir oddiy sodda misol esingizda bo'lsa, Hems'ni misol qilib aytaylik. Sizlarga qanaqadir vazifa berilgan bo'ladi, yuklashinglar kerak bo'ladi yoki test ishlash kerak bo'ladi va hokazo. Ya'ni o'sha vaqtda bitta tizimga murojaatlar ko'p bo'ladi. Ya'ni murojaatlar ko'p bo'lgandan keyin o'sha aytganimizdek Ethernet tarmog'i deymiz, boshqa tarmoq texnologiyasi orqali ma'lumotlar keladi, uni qayta ishlash kerak bo'ladi va hokazo bo'ladi. Ana o'sha holatda, ya'ni aytib o'tganimizdek, kechikish bo'ladi. Ya'ni birinchi navbat hosil bo'ladi. Navbat bo'lgandan keyin albatta kechikish bo'ladi. Keyinchalik ba'zi bir holatda umuman bog'lanmasligi ehtimoli ham mavjud. Xo'p, ikkinchi ma'ruzamiz hozircha shulardan iborat ekan. Ikkinchi ma'ruza bo'yicha kimda qanaqa savollar bor? A'lochilar. Ayva Vasiliy deydi. Musiqachilar ne jim bo'lib qoldinglar deydi-ku. Rahmat, Komron. Ovozim eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Xudo xohlasa endi ma'ruzalarni xudo xohlasa amaliyda bir qo'llab yana ham chuqurroq bilib olamizda. Gapirib turinglar. Odam baxat bo'lib ketib qolyapti. Eshitilyapti, domla, hammasi yaxshi. Bir orada gapirib turmasanglar, men o'zim gapirayotgan odamga o'xshab qolganman-da. Akmal aka, assalomu alaykum. Мы вас слышим. Anzur aka, assalomu alaykum, здравствуйте. Xuddi bir o'zim gaplashayotganda bo'lib qolman-da, hali bir orada bu narsa deb turmasanglar. Не. Нет, не слышу. Я как раз работаю и
с этими же айпишниками и слушаю вас. Spasibo, spasibo. Xo'sh, demak, ma'ruza bo'yicha ma'ruzalaringizni ocha olmadim. Ustoz vot qilib tashlab bera olasizmi? Xo'p, o'zi bu anaqa shaklda, prezentatsiya shaklida u ochilishi kerak bemalol. Telefonda ochayotgan bo'lishi mumkin, telefonda ochilmaydi-ku. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Telefonda ochilmaslik ehtimoli bor. Lekin agar ofis o'rnatilgan bo'lsa, ochilishi kerak bu ham. Ha, telefonda bo'lsa, da, chunki ochilishi agar PowerPoint, ya'ni Registratsiya so'raydi, pulli deb qolishi mumkin. yo'q, ko'pchilikcha ko'pincha Word o'zini o'rnatib qo'yadi yoki PDF o'rnatib qo'yadi ofis deganda. Anaqani o'zini o'rnatishmaydi. Menimcha yaxshisi menimcha Aynura so'radilar. Aynura anaqadan kompyuterdan ko'rganingiz ma'qulroq. Bemalol katta ekranda ko'raverasiz, bemalol o'qiyaverasiz. Hop. Yana kimda qanaqa savol bor? 3-ma'ruzani endi ulgurmay qolamiz. Ertaga Xudo xohlasa sizlar bilan 3-ma'ruzani boshlaymiz. O'zi tushunarli bo'lyaptimi? Tushuntira olamanmi sizlarga? Ikkinchi Yetib boradi. Да, ma'ruzani есть. asos Akmal asosiy aka, вопрос есть, да. Aha. Вот эти, чтобы распределение трафика, кто там очередь, кто первей, кто второй там должен быть, или кто когда должен включаться, распределение нагрузки. Вот этот сам термин, он как называется? Это методы как распределения или что? Как можно это понять? Это как, ну, они же с пакетами работают. Они вот это все через, ну, каждый объем, вот саму информацию они в виде пакета разделяют и отправляют. Ну, это смотря с помощью какой коммутации они работают. И, по-моему, да, ну, есть еще такое место, которое, на какой топологии они все делают. Ну, конечно же, в топологии там шина и халка у них там не работают с пакетными. Но вот новые виды топологии, вот как здесь показано, как деревья или как, ну, похоже на это, или вот как у нас была Юльдус топология, у них Да. это все пакетное идет. А вот эта отправка, вот здесь у нас было показано. Вот здесь было написано отправка как дейтаграмма, отправка через виртуальный канал и как перевести слово мантики. Вот, Логически. да, вот логический, по логическим каналам. А вот это вот по логическим каналам вот поближе всего подходит к нам, к нашим. Потому что вот в дейтаграмме там написано, что у него идет через IP сети интернет и UDP протокол. А в виртуальном там идет, что у него идет технология ATM, фрейм-рейлы, ну и так далее. А уже в логическом у нас идет TCP/IP протокол. Вот тот же протокол, которым мы пользуемся. Ну вот вы в конце сказали, что вот эту ситуацию интересную, да, когда вот привели в пример Хемис, что когда большая нагрузка, скажем, все абоненты одновременно начинают подключаться, и вот эта система с помощью, ну, там, программных средств или еще, она начинает распределять их или там в очередь ставить их как-то. Ну да, вот когда один ресурс, когда все хотят, как-то, грубо так говоря, попасть в этот ресурс, все отправляют туда же пакеты, да? Для начала они отправляют авторизацию, ну и так далее, да. Ну, конечно же, если все отправлять, то у них уже получается затор. И после затора у нас начинается сам процесс работы утихать, тихо работать. И, как говорят там, у них и в конце может быть, что вообще не может подключить к этому сайту. Так получается, на этом принципе вот это DDoS-атаки построены, да? Ну, насчет DOS-атаки я точно не помню.
Ну, они одновременно начинают с разных точек запросы давать, Да, а да, да, все, потом все, 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 понял, да. Они атакуют, сервер, пакетами кидают. да, сервер начинает, как сказать, глючить и не понимает, кого подключить, и совсем отключается. И вот, По-моему, так. вот у каждого провайдера там есть некоторые требования. А вот и один из этих требований, я точно как-то я постараюсь вам объяснить простыми словами, да? Там было Да, в конечно, этих требованиях, там самое написано лучшее. было, что o'tkazish qobiliyatining kengligi. Это обозначает, чтобы вот сам канал, да, ну, не сам канал, как вот, чтобы вот Снижение перевести, пропускной способности. да, вот пропускная способность, она должна быть большая. Почему большая? Мгм. Потому что вот когда больше всего информации идет, то он должен все вот это вынести и дойти как-то до своего адресата. Вот это вот, М, по-моему, второй этот, как правильно сказать, требование. Первое требование, как я Требования знаю, к дается, сетям. что ну, как правильно сказать, чтобы всегда было электричество. Если вот, Надежность. ну, недодушность, как-то требование к электричеству, потому что когда ваш сайт стоит на провайдере, да, на компе Бесперебойность. сервиса провайдера, чтобы, Бесперебойность. да, чтобы не было перебойно, там первое требование у них идет, чтобы было всегда электричество. А уже второе Ага. у них идет требование, которое мы до этого говорили. O'tkazish kanalining qobili kengligi. Чтобы не только один человек дошел, чтобы многие дошли до него. М, Если он больше будет, то вот это заторы, вот это вот как опаздывания не будет. м, мгм. Запаздывания не будет. Ну, вот, Понятно. вообще-то так должно быть, Понятно. как я знаю. Может, я ошибаюсь. Да нет, похоже. Все правильно. Да. Если, Спасибо. если кто-то знает, исправьте меня. Я тоже человек, я тоже могу ошибаться где-то. Конечно. Все мы ошибаемся. Все люди, все человек. Спасибо. Пожалуйста, спасибо за вопрос. Xo'p, yana kimda qanaqa savollar bormi? Mayli, savol bermasanglar ham orada bir gapirib turinglar. Odam xuddi bir Спасибо, спасибо, все было очень внятно. rahmat, rahmat, spasibo Anzur aka. Hech bo'lmasa gapirib turinglar, o'zimga o'zim gaplashayotgandek bo'lib qolmay. Xudo xohlasa ikkinchi ma'ruzani ham va bu ikkala zapisni ham bugun hozir e, bir qancha vaqtdan keyin kanalga o'sha Telegram gruppiga jo'natib qo'yaman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Ertaga yana onlayn ravishda ko'rishamiz sizlar bilan. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon, domla, sog' bo'ling. Rahmat, Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Hop, rahmat. rahmat, rahmat.